Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana sizlar bilan ustozingiz advokat Azizova huquqiy bilimlaringizni oshirish maqsadida o'z audio va video sharhlarini sizga taqdim etadi. Bugungi mavzuyimiz oilaviy huquqiy munosabatlar doirasida aliment haqida bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda voyaga yetmagan farzandlar uchun to'lanadigan aliment miqdori qancha? Aliment miqdorini kamaytirish yoki ko'paytirish mumkinmi? Aliment majburiyatini bajarmaslik qanday oqibatlarga sabab bo'ladi? Keling, shu haqida gaplashamiz. Avvalo sharhimizni bosh qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyaga murojaat qilishdan boshlasak. Konstitutsiyamizning 77-moddasida ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetgunga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topish xususida g'amxo'rlik qilishga majbur ekanliklari keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, 1998-yil 1-sentyabrdan kuchga kirgan Oila kodeksining 96-moddasida ham ota-onalar voyaga yetmagan bolalariga ta'minot berishi shart qilib belgilab qo'yilgan. Agarda ota-ona voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berish majburiyatini ixtiyoriy ravishda bajarmasa, sudning hal qiluv qaroriga yoki sud buyrug'iga asosan aliment to'lovlari undirilishi ko'rsatib o'tilgan. Ustoz, alimentni o'zi kim to'laydi? Otami yoki onami? Oila kodeksining 97-moddasiga ko'ra, bolalarga ta'minot berishda ota-ona majburiyatlariga nisbatan tengligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Demak, aliment majburiyatlari otaga ham, onaga ham birdek taalluqli ekan. Advokat bo'lganligim uchun amaliyotda eng ko'p uchraydigan savollarni sizga birlashtirib sharhlab bermoqdaman. Va mana shunday eng dolzarb savollardan yana biri ota-onaning voyaga yetmagan bolalariga to'laydigan aliment miqdori qanchani tashkil etishi. Aynan eng dolzarb savollardan biri hisoblanadi. Oila kodeksining 99-moddasiga asosan, agar voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berish haqida ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmasa, ya'ni o'zaro ixtiyoriy rozilik asosida kelishib olmagan bo'lsalar, ularning ta'minoti uchun aliment sud tomonidan ota-onaning har oydagi ish haqi va yoki boshqa daromadining, e'tibor qaratib o'ting, boshqa daromadlar sirasiga uyda hunarmandchilik orqali pul topadimi, yokida intellektual qobiliyatini ishga solib sayt yaratib pul topadimi, tadbirkorlik faoliyatidan qo'shimcha daromadlar oladimi? Barchasi hisobga olinadi. Demak, oylik ish haqi va boshqa daromadining bir bola uchun 4dan 1 qismi, foizlarda hisoblaydigan bo'lsak 25%, 2 bola uchun 3dan 1 qismi, foizlarda 33%, 3 va undan ortiq bola uchun esa yarmisi miqdorida, ya'ni 50% miqdorida undirilishi ko'rsatib o'tilgan. Takrorlayman, ya'ni bitta bola uchun 4dan 1 qismi 25%, ikkita bola uchun 3dan 1 qismi 33%, 3 va undan ortiq bola uchun yarmi miqdorida, ya'ni 50% miqdorida undirilishi ko'rsatib o'tilgan. Bu to'lovlarning miqdori albatta taraflarning moddiy yoki oilaviy ahvolini va boshqa holatlarni inobatga olgan holda sud tomonidan kamaytirilishi va yoki ko'paytirilishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. E'tibor qarating, faqat va faqat sud tomonidan kamaytirilishi yoki ko'paytirilishi mumkin. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori qonunchilik bilan belgilangan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 26,5% dan kam bo'lmasligi kerakligi belgilab qo'yilgan. Ustoz, masalan, aliment to'laydigan ota chet elda firmada ishlasa-chi? Oila kodeksining 104-moddasida aliment undirishda hisobga olinadigan daromadlar keltirib o'tilgan bo'lib, aliment O'zbekiston Respublikasi hududida va uning tashqarisida pul yoki natura tarzida olingan barcha turdagi daromadlardan ushlab qolinishi belgilab qo'yilgan. Chet el valyutasida olinadigan daromadlar aliment undiriladigan kunda amalda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy kursi bo'yicha so'mlarda hisoblanishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, 104-moddamiz ushbu savolga javob ekan. Ustoz, aliment miqdorini kamaytirish ham mumkinmi?
Albatta mumkin. Oila kodeksining 105-moddasiga yuzlanamiz. Ya'ni aliment miqdorini kamaytirish yoki aliment to'lashdan ozod qilish asoslari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, aliment to'layotgan ota-onaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lib, unda qonunda belgilangan miqdorda aliment undirilganda, o'sha bolalar aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanib qoladigan bo'lsa, masalan, ota aliment to'layapti o'sha sobiq turmushidan bo'lgan 2 nafar farzandiga. Ammo uning yonida yana 3 nafar farzandi bor. Bularning ta'minotini inobatga olgan holda sud kamaytirib berishi mumkin. Shuningdek, aliment to'layotgan ota yoki ona nogironligi bo'lgan shaxs bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib qolayotgan bo'lsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lgan taqdirda aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Demak, siz bilan yuqorida aliment miqdori va aliment miqdorini sud tomonidan kamaytirilishi masalalarini ko'rib chiqdik. Ustoz, aliment to'lashi shart bo'lgan ota alimentini to'lamay yursa, bunga nisbatan qandaydir javobgarlik bormi? Albatta bor. Keling endi javobgarlik masalalarini atroflicha ko'rib chiqamiz. Oila kodeksining 116-moddasida aliment to'lashdan bosh tortganlik uchun javobgarlik asoslari ko'rsatib o'tilgan bo'lib, voyaga yetmagan yoki voyaga yetgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj bolalariga aliment to'lash haqidagi sudning hal qiluv qarorini bajarishdan bo'yin tovlagan shaxslar Oila kodeksining 79-moddasiga asosan ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi va yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-4-moddasida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqarishi belgilab qo'yilgan. Va bundan tashqari, Jinoyat kodeksining 122-moddasiga muvofiq voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, aynan aliment majburiyatlarini bajarmaslik ma'muriy javobgarlikni, jinoiy javobgarlikni va bundan tashqari ota-onalik huquqidan mahrum bo'lishini keltirib chiqarar ekan. Demak, siz bilan xulosa o'rnida aytish mumkinki, biz yuqorida O'zbekistonda voyaga yetmagan farzandlar uchun to'lanadigan aliment miqdori, aliment miqdorini kamaytirish asoslari, aliment majburiyatini bajarmaslik qanday oqibatlarga sabab bo'lishi bilan bog'liq masalalarni muhokama qilib o'tdik. Ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa va sharhlarning to'liq qismiga ega bo'lishni istasangiz, advokat Azizovaning onlayn va offlayn kurslariga yozilishingiz mumkin va bizni Instagram, Telegram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib, o'z huquqiy bilimlaringizni oshirib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.